Agar shar ichiga geliy gazi o'rniga teng miqdorda neon gaz bilan almashtirilsa, uni ko'tarish kuchi qanday o'zgaradi? Debdi. Shar qobig'ining masalan hisobga olmay debdi. Demak, V hajmli sharga pastga mg og'irlik kuchi ta'sir qiladi, yuqoriga bo'lsa F Arximed kuchi. yoki bo'lmasam buni mgsini tashlab yuboraylik. Inovatga olmaydi deyapti. Demak, tepaga chiqqan sari unga qaysi kuch ta'sir qiladi? F havoning qarshilik kuchi ta'sir qiladi. Ko'tarish kuchi bo'lsa yuqoriga yo'nalgan bo'lib turibdi. Ya'ni sim ko'tariladi shar. Endi ketdik. Hozir ko'tarish kuchi P+dan F Arximed teng bo'lishi kerak F qarshilik kuchigami? Bizdan ko'tarish kuchi so'ralgan. Demak, F qarshilik kuchidan ayirishim kerak F Arximed kuchini. Demak, F ko'tarish kuchi teng bo'ladi. F qarshilik kuchimiz havo ta'sir qilyapti. Demak, rho havo shu V hajmga G orqali ta'sir qilyapti, ayrilgan. Arximed kuchi bo'lsa ichidagi gaz. Rho gaz yoki geliy V G. Bu yerdan ko'tarish kuchining formulasi rho havo ayrilgan rho geliy ko'paytirilgan V G. Endi bizdan Mendeleev-Klapenov tenglamasi bo'yicha massa taqsim molyar RT edi. Bu yerdan hajmni u tomonga bo'lish qilib tashlab yuborsak, M taqsim V 1 taqsim molyar RT bo'ladi. Massa taqsim V bizga zhli deb bersa, zhli topish uchun demak bosimni molyarga massaga ko'paytirib RT ga bo'lishimiz kerak. F ko'tarish kuchining formulasiga olib borsak, rholarni o'rniga P molyar havo taqsim RT ayrilgan P molyar gaz RT qoslar yopib olamiz va tashqarida VG bor. Demak, ko'tarish kuchining formulasini endi bir xil narsalar chiqarib olsak, nima paydo bo'ladi? PVG taqsim RT ichkarida molyar havo ayrilgan molyar gaz. Demak, F1 taqsim F2 nimaga teng bo'ladi shunda? Molyar havodan molyar gazning ayirmasi. Xo'sh, pastda bo'lsa molyar havodan molyar neonda ayirmasi. Demak, F1 taqsim F2 qiymatimiz 29 ayrilgan 4 taqsim 29 ayrilgan neondagi 20. Bu 5 taqsim 9 qiymat degani unaqa javobimiz 25 ekan. Adashib ketibmiz. 25 taqsim 9 D javobda turibdi. 12. Teshik idishga har sekundda 0,3 litr suv quyilmoqda. Suv sathi 5 santimetrga teng bo'lgach deyapti. Ko'tarishdan to'xtabdi suv. Teshik yuzasini toping. Endi e'tibor bergan bo'lsak, mana bunday qanaqadir kattakon idishda quyidagicha mulohaza bo'lyapti. Unga suv quyilyapti turadi. Qanaqadir sathga yetgandan keyin sathi 5 santimetrga yetgandan keyin suv uni sathi ko'tarilmayapti. Uni sathi ko'tarilmasligiga sabab tushib turgan suyuqlik bilan chiqib ketyapti turgan suyuqlikda hajmi bir xilligi uchun. Demak, bu yerda qanday bosimlar teng bo'ladi? Ichkarida P teng rho GH gidrostatik va chiqib ketib turgan jismda bo'lsa P teng rho V kvadrat taqsim 2 bosim teng bo'ladi. Rho V kvadrat taqsim 2 teng rho GH. Bu yerdan V ni topsak, ildiz ostida 2GH. Demak, 2G ning qiymati 10, H ning qiymati 5, metrga o'tsak -2. Qiymatini to'g'rilasak, bu 1 metr taqsim sekund. Hozir aytdik, demak tushib turgan chiqib turgan teng bo'lsa, demak V teng SL ga qo'ysak bo'ladi. Bundan yuzani topish uchun V taqsim L dan foydalanamiz. V'imiz berilgan 0,3 faqat metr kubga olsak, bu 10 usti -3 dan metr kubda beradi. Xo'sh, uzunligimizni VT sifatida qarasak, V'imiz 1 ga teng, T'imiz yana 1 ga teng. Demak, buni qiymati hozir 0,3 metr kvadrat bo'lyapti. Faqat 10 usti -3 qolib ketyapti. Bundan santimetrga o'tsak, bu 3 santimetr kvadrat qiymatga teng bo'ladi.